Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun men 11-darsimiz tibbiy yordam nuqsonlari mavzusini o'tib bermoqchiman. Tibbiy yordam nuqsonlari diagnostika yoki davolash yoki uni tashkillashtirish vaqtida yuzaga keladigan tibbiyot xodimlarini xatolari, kamchiliklari, qiyinchiliklari sababli kelib chiqadigan bahs hodisalar, noxush oqibatlar bunga kiradi. Endi tibbiy yordam nuqsonlari o'z navbatida bo'linib ketadi. Do'stlar, birinchisi diagnostik tibbiy yordam nuqsonlari, ikkinchisi davolashdagi tibbiy yordam nuqsonlari, uchinchisi boshqa tibbiy yordam nuqsonlari. Boshqa tibbiy yordam nuqsonlariga kiradi diagnostika va davolashni tashkillashtirishdagi tibbiy yordam nuqsonlari kiradi. Endi diagnostika tibbiy yordam nuqsonlari asosiy kasallikni aniqlay olmaslik, asosiy kasallik asoratini aniqlay olmaslik yokida hamroh kasallikni aniqlay olmaslik, kech tashxis qo'yish yoki umuman tashxis qo'ya bilmaslik diagnostik tibbiy yordam nuqsonlari hisoblanadi. Endi diagnostik tibbiy yordam nuqsonlari ko'pchilik holatlarda bo'lishi mumkin. Kasallik sabab yuzaga kelishi mumkin, kasallikning atipik kechishi sabab, ikkinchisi bemorlar sabab yuzaga kelishi mumkin, ya'ni shifokorga kech murojaat qilishidan. Uchinchi sabab bu ma'muriy kamchiliklar yoki qiyinchiliklar sababli yetarlicha diagnostika vositalari bilan ta'minlanmasligi yoki diagnostika vositasining nosozligi yoki uni ishlatishni biladigan mutaxassislarning yetarli emasligi sababli ham kelib chiqishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham shifokor asosiy kasallikni aniqlay olmagandan keyin yoki uni hamroh kasalligini aniqlay olmagandan keyin yoki asoratini aniqlay olmagandan keyin demak kech tashxis qo'yish bo'ladi. Kech tashxis qo'yish bo'lgandan keyin yoki tashxis qo'ya bilmagandan keyin shifokor aybdor hisoblanib qoladi. Demak, davolashdagi tibbiy yordam nuqsonlari: kasalxonaga kech murojaat qilish, jarrohlikdagi nuqsonlar yoki tibbiyot muolajalarini buyurish va o'tkazishdagi xatoliklar, kamchiliklar, qiyinchiliklar, tartibsiz davolash, tug'ruqni noratsional ketishi, dori vositalarining noto'g'ri qo'llanilishi, davolashning boshqa kamchiliklari sabab yuzaga kelishi mumkin. Bu ham bo'ladi. Bemorlar sabab yoki ma'muriyat sabab bo'lishi ham mumkin. Ma'muriyat sababi bu yetarlicha dori-darmonlar bilan davlat tomonidan ta'minlay olmaslik, defitsit holatlari, dorilarni yetishmasligi yokida yo'qligi sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bemorlar o'zlari kasalxonaga kech murojaat qilishi yoki palapartish biz buyurgandan ko'ra avvalroq yoki keyinroq yokida o'zbilarmonlik bilan dorilarni iste'mol qilishidan ham yuzaga kelishi mumkin. Endi boshqa turdagi tibbiy yordam nuqsonlari deb transportirovka qoidalarini buzilishiga aytiladi. Dispanser nazoratidagi kamchiliklar, tibbiy yozuvlarni yuritishdagi kamchiliklar, qiyinchiliklar yoki yana boshqa turdagi tibbiy yordam nuqsonlari misol bo'la oladi. Transportirovka qoidalarini buzilishi bu tibbiyotga aloqador bo'lishi mumkin yoki tibbiyotga aloqador bo'lmasligi ham mumkin. Tibbiyotga aloqador jihatlari bu o'sha bo'limdan bo'limga o'tkazayotganda yoki joyini, pastelini almashtirayotganda sodir bo'lishi mumkin. Endi tibbiyotga aloqador bo'lmagan transportirovka qoidalarini buzilishiga bu bo'lishi mumkin shifoxonaga olib kelayotganda. Yo'llarning o'nqir-cho'nqirligi, mashinaning torligi, mashinaning ichida tibbiy yordam ko'rsatishga yetarli darajalarning, yetarli sharoitlarning yo'qligi
yoki deylik bemordan tashqari passajirlar sonining ko'pligi ham transportirovka qoidalarini buzilishiga olib keladi. Endi dispanser nazoratidagi kamchiliklar, qiyinchiliklar. Bunda shifokorning e'tiborsizligi yokida o'z bilimiga o'ta ishonishi sababli bo'lishi mumkin. Endi tibbiy yozuvlarni yuritishdagi kamchiliklar, qiyinchiliklar deganda nostandart, tashxisga mos bo'lmagan dorilarni yozilishi yoki vaqtida yozilmasligi yoki inobatga olingan olishlik kerak bo'lgan holatlarni nazardan chetda qolishlari misol bo'la oladi. Endi tibbiy yordam nuqsonlarining sabablari bular subyektiv bo'lishi mumkin, tashkillashtirishdagi kamchiliklar bo'lishi mumkin yoki obyektiv kamchiliklar bo'lishi mumkin. Subyektiv kamchiliklar deganda bemorga e'tiborsizlik qilish, ya'ni beparvolik, e'tibor bermaslik tushuniladi. Tibbiyot xodimlarining malakasini yetarli emasligi va shunga o'xshash boshqa sabablar misol bo'la oladi. Endi tashkillashtirishdagi kamchiliklarga davolash va diagnostika jarayonini tashkil etishdagi kamchiliklar kiradi. Zaruriy diagnostika vositalarining yetishmasligi, kerakli dori vositalarining yo'qligi yoki yetarli emasligi misol bo'la oladi. Obyektiv sabablar deganda shifokorga kech murojaat qilish, kasallikni atipik kechishi, tibbiy yordam ko'rsatishdagi obyektiv qiyinchiliklarni misol keltirishimiz mumkin. Endigisi tibbiy yordam nuqsoniga yo'l qo'yiladigan joylar. Bu shifoxonaga qadar muassasalar bo'lishi mumkin, statsionar muassasalar bo'lishi mumkin yoki boshqa muassasalar bo'lishi mumkin. Shifoxonaga qadar muassasalarga har qanday joylar kiradi. Shu jumladan uy shifoxonalari ham kirishi mumkin. Statsionar muassasalar deb 3 kundan ortiq davolanadigan, yotib davolanadigan muassasalarga statsionar muassasalar deyiladi. Boshqa turdagi muassasalar deb har qanday joylar, bozorlar, ko'chalar, bekatlar, ishxonalar, tibbiyotga moslashmagan joylarni ham misol keltirishimiz mumkin. Endi shifoxonaga qadar muassasalarga yana qishloq vrachlik ambulatoriyasi, qishloq vrachlik punktlari, tuman poliklinikalari, shahar va viloyat poliklinikalarini, tez yordam yoki lazaret, tibbiy davolash profilaktika muassasalarini misol keltirishimiz mumkin. Statsionar muassasalarga ko'p tarmoqli markaziy shifoxonalarni yokida shahar shifoxonalarini, tug'ruqxonalarni, klinik shifoxonalarni, tibbiy sanitariya bo'limlarini, harbiy gospitallarni misol keltirishimiz mumkin. Endi boshqa turdagi tibbiy yordam nuqsonlari, bularga xususiy yakka tartibdagi korxonalar, sanatoriya, kurort, profilaktoriyalar, bolalar o'yin uylari, uy shifoxonalari bo'lishi mumkin yoki tibbiy mehnat ekspertizasi ham bo'lishi mumkin. Yoshlarni chaqiriqgacha tayyorlash ham xato qilishi mumkin. Demak, tibbiy yordam nuqsonlarining natijalarga ta'siri. Bunda davolashning uzayib ketishi yokida nogironlikka olib keladigan holatlar yokida o'lim darajasigacha hayot faoliyatini pasayishi yoki o'limni yuzaga kelishi. Buning natijasida sezilarli ta'sirlar ko'rsatiladi yoki ko'rsatilmasligi ham mumkin. O'limga moyillik yaratilishi deb aytib o'tib ketdim. Natijalarga ta'sir etmasligi, natijasi noma'lum bo'lishi, nogironlik guruhini noto'g'ri tanlanishi bu tibbiy yordam nuqsonlarini natijalariga ta'siri hisoblanadi.
Hurmatli talabalar, hurmatli ma'ruzani tinglovchilari, iltimos sizlardan ma'ruzani xato kamchiliklari uchun men o'zim nomimdan uzr so'rayman. Prezentatsiyadagi imloviy xatoliklar uchun ham uzr so'rayman. Salomat bo'linglar, iltimos qilaman. Videoni ko'proq odam ko'rishligi uchun va ijodimiz yana ham bizga ilhom bag'ishlashi uchun iltimos tarqatib, like bosib, a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Salomat bo'linglar.